Do'stlar, men hozirda da bolam 3-qismini olgandik va u yomon xabar bo'ldi. Yomon vaziyat bo'ldi. 15 minutdan o'tib ketdi. 15,5 minut bo'lgan. 15 minut 40 sekund. Biz YouTube aytyapti. Bizlar 15 minutdan ko'p vaqt video qilib bilmaymiz ekan. Shunga sizlarga hozir gaplab beraman. Eng birinchi azonda turganmiz va biz men maktabga ketganman. Maktabda menga birinchi soat matematika o'tganlar. Matematikadan men esa o'tib menga aytganlar, senga ozroq fan bilan ozroq dars ishlatganda kutubxonada kitob o'qib menga kiraverasan deganlar. Keyin men hammasini qilib bo'lganman va o'qib bo'lganimdan keyin uyga borganman. Uyda dadam menga sovg'alar qilish uchun telefon va zavodda ishlaganman. Menga telefon va narsalarni olib berganman. Keyin esa olib bergandan keyin men yangi ovqat va narsalarni olib kelib men yangi kelgan. Men esa pivani ovqat deb yeb olgan. Pivani ovqat deb ichib olganman. Keyin esa dadam meni urmagan. Sen nimaga ichding deganlarida men uni ovqat deb qornim och edi, shunga yeb oldim deganman. U keyin xo'p degan. Keyin esa biz ichkarida o'tirganda dadam menga telefon olib bergan va ikkalamiz do'konga borganmiz. Do'konda esa biz narsalar olganmiz, kiyimlar olmoqchi bo'lib, lekin olmaganmiz. Uyga borgandan keyin dadasi ketib qolgan va men bitta qiz chaqirib u bilan gaplashganman. Qizim bo'lgan 14-qismdagi rivoyatlar. Uni keyin dadasi tutib qoladi. Men gaplashganman va meni uradi. Men keyin qiz topganda qiz menga mana bunday dedi. Nega sizni uyingiz bunaqa bunday yashash bo'lmaydi-ku degan. Keyin men aytganman-da, men xo'p bu yerda yashamayman, bir o'zim yashab gushayib seni endi chaqiraman deganman. Va keyin dadasi kelgan. Keyin esa men aytganman, men siz bilan yashamayman deb narsalarimni olib boshqa musul uyga borib ana shu yerda yashaganman. Keyin esa biz zavodda ikkalamiz yashaganimizda ishlab qolganimizda bir-birimizni uchraganmiz. Ana shu yerda esa 15 minut vaqt bo'lib qolgan va endi uzr gaplab berdik. Shuncha qilganimiz shunchalik vaqt bo'lmasin. Do'stlar, ikkalamizga ham obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, iltimos. Do'stlar, bo'pti, keyingi qismgacha xayr. Davay.